alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Xohlasa yangi yupskadagi ko'ralarimiz ham chiqib kelyapti. Buni oldindan qilib yurgan ko'ramiz. Bunisi 1,5 metrlik, bunisi 70 santimetrlik. Bunisi ham 70 santimetrlik. Yangicha ko'rinishda. Hozir buni yig'ilishini ko'rsatib o'tamiz. Mana oldingi variantimiz mana bunaqangi ko'rinishda edi. Hozirgilari ko'rinishini ko'rsatamiz. Mana. Ko'rinyapti yozuvlari bilan? Yon qismi. Hozir buni yig'ilishini ham ko'ramiz. Kraskalar yangi chiqqaniga hamma yo'g'i yopishdi. Yangida hali. Mana yonni qo'yib oldik, endi ich tarafdagi ruchka tarafini tuzib olamiz. Bu tarafni ham yana bir taraf qoldi. Mana общий ko'rinishda xohlasa bunda mangal bunaqangilarda ham ko'plab pishirsa bo'ladi. Mangal yashillarida bunga ham sig'adigan bu. Bunga 11 ta sig'yapti ichiga. Agar mana bu joylarga qo'ysa 12 ta sig'adi. Agar o'rtasiga qo'ysa 11 ta sig'yapti yonboshdan pishirish uchun. Xohlasa kimga yig'iladigan ko'ralar kerak bo'lgan bo'lsa, pastga telefon nomerlariga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib zakaz qilish mumkin. Hammaga rahmat.